Salamlar, bugun sizlar qolamiz va bugun mana yana Free Fire o'ynaymiz. Mazza qilib KB reytingda 2-3 martadan mazza qilib o'ynab beraman va albatta oxirida men juda ham dahshatli narsalarni tanishtiraman va ko'rib turganingizdek meni eski akkauntim o'chib ketdi va yangi akkaunt ochdim. Va albatta birga bir lobby qilmoqchi bo'lsanglar albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Va demak boshladik. Va Free Fire'da eng qiyin shartlardan ham berishingiz mumkin va ko'rib turganingizdek men juda ham kuchayib ketdim va hozircha 11-level. Lekin shunga yarasha juda g'aroyib zo'r narsalarim bor. Ungacha men ularni tanishtirib turaman. Mana demak har xil kiyimlar. Faqat ko'pi soatli albatta va bu yerda har xil mana sumkalarga skillar, mana parashyutlarga ikkita skillarim bor, hammasiga bunga bitta va bo'ldi. Mana transportlarga hozircha skillarim yo'q va profilim mana bunaqa makaronli anaqalar. Va xullas demak boshladik va mazza qilib o'ynashga harakat qilamiz. Demak hozir men sizlarga haqiqiy professionallar qanday o'ynashini ko'rsatib beraman. Mazza qilib tomosha qilinglar. Men har doim komandada birinchi o'rin bo'laman. Ishonmasanglar hozir hammasini sizlarga isbotlab beraman. Va shunday qilib men mana bu qurolni olaman va demak mana men har doimgidek birinchi o'rinman. Xullas shunday qilib vashi zo'r bo'ladi o'zi ham. Shunday qilib ko'rib turganingizdek meni ko'pgina qurollarga ham skillarim bor va juda ham qarochi zo'r. Hatto pistoletga ham mana oltin Deagle'ga oltin skinnim ham bor demoqchi edim. Yana bitta qoldi, yana bitta. Mana bo'ldi. Bu meni hisobimdan edi. Chunki men yotqizib berdim bularga. Bular bo'lsa o'ldirib oldim, mayli. Aytmoqchilik hayvonimni ham chaqiraman mana. Bitta granatalardan ham olamiz. Birinchi tutun tashlaymiz hammayni. Qarochi aslida bunaqa ko'p granatalar bilan har xil narsalar bilan o'ynayman. Oddiy o'ynayman. Shunchaki video qiziqroq bo'lishini xohlayapman xolos. Bir chalg'itirichi biz ham taktikaga o'tib qanular anular manetdek kelishyapti rasa sekin.
Prosta. Ha, otishyapti. Bo'ldi. Ko'rdim. Mana. Mana, короче. Bo'ldi. Mana shunday. Va osongina yutib qo'ydik mana Lyonkaya igra va 4-0 ga ho'lladik xullas va har doimgidek men birinchi o'rinman. Ishonmasanglar yana bir marta o'ynab ko'rsatib beraman. Ha, bu 16-chi ketma-ket bo'yoq. 16-chi ketma-ket bo'yoqlarimdan biri. Juda ko'p bo'yoqlar qilganman. Ya'ni juda ko'p yutganman уже. Makaronlidan 57-daraja. Mana yerdan sog'lab olamiz. Rang. Bir chempionlik. Demak, yana ketdik. Ha, bitta obunachimiz birga bir chiqaman degan ekan, lekin uni topolmayapman. Ya'ni nikini yozsam chiqmayapti, yana bilmadim. Sizlar ham nikilar yozib qoldinglar, balkim birga bir kurashib ko'rarmiz. Mana har bittasiga juda zo'r skilllarim bor mana. Mana bunaqa g'aroyib skin. Mana. Bularga skillerim yo'q, lekin mana akemga bor. Famosga bor. Faqat soatlida. The true clash is upcoming between me and Horizon. Deb boshlaymiz. Ha, ko'rib turganingizdek, Free Fire ga yangi sezon keldi, cheksiz, ya'ni 8 degan. Va bu sezonda har xil kartalar keldi va shu kartalardan biri menimcha. Ha, to'g'ri, shu yangi kartalardan biri ekan. Nomi House nima edi? Mana bunday solamiz. Ida. Bolonda bitta pistolet bor ekan-da, qani. G'alati ekan-ku. Maka. Maka. Ket. Yo, buni mana urib qo'yaveraylik-chi. Hassa bilan. Double kill уже. Men har doimgidek birinchi o'rindaman. Hayvon chaqiramiz. Men ko'proq mana shu qurolni o'ynayman. Mana P90 da, chunki bu menga juda qulay va juda tez otadi, yaxshi. Va Famosda unchalik yoqtiraman, chunki u sal g'alatiroq otadi xullas. M24 da ham yaxshi o'ynayman, lekin qanal ular mana ekan u. Bitta. Mana shunday. Qanular. Короче, bitta qoldi. Uni o'zlari tinchitishyapti. Qani. Va har doimgidek men birinchi o'rinman. Hattoki to'rtalasini ham men o'ldirgan paytlarim bo'lgan. Hozir ko'rsatib beraman. House Throne. Ozgina brenalar olamiz, granata. Bo'pti, bitta ikkita granata ziyon qilmasa kerak.
Lekin granatada hech o'ldirmaganman. Qiyshiq ketib qoladi har doim. Уже hassa bor. Уже bular manetdan keladimi yoki? Mana. Bo'ldi, gap yo'q. Ketdi. Bum. Yo, ana granat ish bermadi. Hammasini o'zim o'ldiraman, bo'ldi. Men o'ldiraman hammasini. To'xtabdi. Yana bitta. Va mana. Qale. Bunga like bossa arziydi. Obuna bo'lsa ham bo'laveradi. Like bosib obuna bo'linglar bunaqa harakatga. Buna super o'yinlar uchun. Tepadan borsammikin yoki pastdan bilmadim lekin. Mayli tepada. Ana kelishyapti. Uchtasi qani? Voy, o'rasiz yomon bo'ldi, zo'rg'a. To'xta, granata bilan, og'ringizni granata bilan. Uchtasi. Mana. Tugadi. Короче. Shunaqa. Har doim birinchi o'rin bo'lib kelganman va birinchi o'rin bo'laman. Hunter 242 marta like bosvordi. Va yana yangi daraja. Oltin 5-chi. Uji bu 17-chi ketma-ket bu ya ham. Ya'ni yutishim. Yangi qiliq qo'shildi. 30-gami, 30 bilmayman lekin. 12-chi daraja. Kuchayib ketdi bo'ldi. Endi chapach olish menimcha bu. Chapach olish emotsiyasini ochdim. Da chapach olakan. Dastajenilar ko'pni bajarardim. Yo'q, bilmadim. Xullas shunaqa qilib, agar bu yana men erangillarda o'ynayman yoki boshqacha o'yinlar o'ynab ko'rayman. Yo-mayo. Asal narsalar tushib qoldi. Hozirda men transportga kirib turibdi. Dahshat. Vashi zo'r, to'g'rimi? To'g'ri deganlar. Like bosib qo'yinglar. Bunga 100 bitta beraman. Nechta bor? Yo'q. Kim uni skill otsa bo'lar ekan bunga? Lekin 100 tani yig'ish qiyin bo'lsa kerak bu kristalni. Kristal qayerdan yig'ilishini bilmayman, lekin qayerdan kelib qo'yindi. Bu nima? Bu kartalarga davay ket. Voy, bo'lmadi. Mashq qilib. Va yo'q. Yana bitta bo'ldi sizlarga. Zo'r soch. Lekin yaxshi soch berdi, qani? Ana. Bo'lam. Bo'lmasam o'zimni kiyimlarimni kiyib oladi hozir. Hozir mana. Buni taqib, mana qani taqib. Mana. Chotki bo'ldi. Vashi zo'rmi?
Buni ikkinchi qismlarini chiqaraymi yoki sizlar bilan birga bir kurashaymi, xullas. Короче, nicklar yozib qo'yinglar va xullas hammaga xayr. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va xayr, bugun men sizlar bilan iPhone bo'ldi. Obuna bo'lgan bo'lsanglar, молодец.